iblis degan so'zni agar biz tilga o'girsak, Allohning rahmatidan noumid bo'lgan deyiladi. Noumid shayton deyiladi. Ya'ni Allohning rahmatidan hamma umid qilishga haqqi bor. Modomiki tirikmi, modomiki hali kalima keltirishlik, istig'for etishlik imkoniyatidami, noumid qilib bo'lmaydi odamni. Iblis degani Allohning rahmatidan noumid degani. Ikkinchidan, hadisdan ma'lum bo'ldiki, iblisni suvni ustida o'zini arshi bor, taxti. Ya'ni dengizning ustida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarida iblis o'zini arshini dengiz ustiga qo'yadi deb aytgan. Ana shu joydan turib askarlarini yer yuziga, odamlarning orasiga fitna fasod tarqatish uchun yuboradi. Uchinchidan, iblisning o'zini qo'shini bor, o'zini askari bor. Bu qo'shin jinlardan ham bor, kofir jinlardan ham bor qo'shin va insonlardan ham bor bunaqa askari. Sizni vasvasa qiladigan bir shayton kelib, sizni vasvasa qilishni boshlasa, qalbingizga kirib olib, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim" desiz, ketadi haligacha. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, albatta iblis o'zini xurtumini, o'zini tumshug'ini odam bolasini qalbiga qarab shunday yopishtiradi va vasvasa qilishni boshlaydi. Banda Allohni eslasa, shayton orqaga chekinadi. Min sharril vasvasil xannas. Inna shaytona wabiyun khutmahu yoki xurtumahu ala qalbi ibn Adam fa in zakara Alloha xanasa. Xanasa degan orqaga chekinuvchi degan. Orqaga chekinuvchi bo'lgan iblisni yomonligidan panoh tilayman deymiz. Min sharril vasvasil xannas deganda. Inson subhanalloh desa, Allohu akbar desa, Allohni eslasa shayton orqaga chekinib turadi, qochib ketmaydi. Ozgina chekinadi, Allohni esdan chiqargandan keyin kelib yana xurtumini shuni insonning qalbiga taqaydi. Jinlardan bo'lgan shaytonni haydash zikr ekan. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu yoki a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ammo agar bu iblisning askari odamlardan bo'lgan askari bo'lsa-chi, unga a'udhu billahi minash shaytonir rojim desiz ketmaydi u. U kim edi u? Gunoh ma'siyatga sizni tortadigan. Ha, bo'pti, yur endi, bugun bormasang, yur. O'tirib, bu arada bo'lib marjinaga o'tiramiz. Yur deydi, borib televizor ko'ramiz deydi. Qo'y deydi, men 20 kun kunda amal deydi, jonga ham jinga nima kerak? Qarangda, atrofingizda odamlardan bo'lgan shayton askari yo'qmi? Agar bo'lsa, uni a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb hadayman deb o'ylamayman, ketmaydi. Iblis askarlarini yuborar ekan, qaysinisi odamlarni kattaroq fitnaga uchratgan bo'lsa, kattaroq zalolatga kirgizgan bo'lsa, shuni o'ziga yaqinroq qiladi. Kattaroq fitna tarqatganligi uchun o'ziga yaqinroq qiladi. Agar bir boshliq o'zini atrofiga zolimlarni yaqin qilsa, yer yuzida fasod yoyiladi. Ana shu zolimlarning eng kattasi kim? Iblis, birodarlar. Ana shu boshliq rahbar o'zini atrofidagi vazirlari, maslahatchilari Allohdan qo'rqadigan, Allohni taniydigan, taqvodor odamlar bo'lsa, yaxshilikni nasihat qiladi bu boshliqqa. Yo endi agar Allohni tanimaydigan, kofir bo'lsa, mushrik bo'lsa, Allohni tanimasa, nima maslahat beradi? Qaranglar. Quraysh mushriklari Nabiy sollallohu alayhi vasallamni mana hijrat qilishlik qissasiga qaytadigan bo'lsak, ishini hal qilishlikka yig'ilib turganida maslahat bergani kim kirdi? Iblis kirdi. Najdlik keksa oqsoqol suratida. Maslahatga kim kiryapti kofirlarning oldiga? Iblis kiryapti. Shaxsan o'zi kiryapti. Jannatdan quvgan iblisning o'zi kiryapti. Askar emas. Chunki bu yerda katta masala ko'rilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ish ko'rilyapti mushriklar tomonidan. Badr g'azotiga chiqishlikka Quraysh mushriklari ikkilanib, chiqaylikmi, chiqmaylikmi deb turganda, ularga maslahat berib kim keldi? Iblis keldi. Suroqat ibn Malik suratida. Ko'ring, sizga maslahat berayotgan odamlar kimlar? Shaytoniy fikrlarni miyangizga qo'yayotgan, shaytoniy tushunchalarni qo'yayotgan odam ko'rishdagi shayton emasmikin? Yoki shayton sifat odamlar emasmikin? Bir odam ikkinchi odamga sizni palonchi manaqa dedi, sizni ona qildi, buni qildi deb gap chaqib kelgan paytda bilingki shayton askari shu. Birodar, shayton
Sizdan boshqa elchini topamadimi menga jo'natganini? deb qo'ysangiz, qaytib shu gapni ko'tarib kelmaydi. Yo, biz unaqa demiyoruz biz. Shuna dedimi? Kim bor edi yana oldida? Innamadimi? Onqora. G'iybat degan bozorda xaridori biz bo'lganligimiz uchun ularning bozori chaqqon. 5-dan kofirlar yoki qalbi zaif kishilar amaldorlarga, mansabdorlarga, puldorlarga, hokimlarga yaqinroq bo'lishi uchun, ulardan foydalanishlik uchun har qanday ishni qilishlikka tayyor bo'ladi. Agar bir manfaat yetishlikka sabab bo'lsa, bo'xtonni ham qilib qo'yaveradi. Men ko'rganman, mana shu yerda turuvdi deydi. Chunki ozgina manfaat bor-da. Lekin shunday qilsa boyaga mansabdor yoki amaldorning oldida ozgina bir muhabbatini qozonadi-da. O'zi asli bunaqa mansabdorlarchi, bunaqa tuhmat, bo'xton va har qanday ishga tayyor bo'lgan odamni shular ham yaxshi ko'rmaydi. Chunki bugun mendan foyda bo'lib turibdi, narigini yomonlab meni yonimga olyapti. Agar ertaga taqdirda g'ildiragi menga qarshi aylanib qolsa, nima qiladi? Bunaqa odamga ishonib bo'lmaydi. 6-dan Iblis o'zini askarlaridan eng katta fitna qilganini o'ziga yaqin qilyapti. Yer yuzida fasod tarqatishlikda maqsadni katta qo'yyapti. Ancha-muncha kichkina fasod qilganini tan olmayapti. Endi Iblis o'zini fasod ishini tarqatishlikda maqsadni kattasini oldiga qo'yayotgan bo'lsa, Allohning dinini, Alloh taoloning shariatini odamlar orasida tarqatayotgan oliy himmat da'vatchilar ham maqsadni kattaroq qo'yish kerak. Men shu to'rtta bolani o'qitsam bo'ldi emas. Butun qishloqni o'qitishim kerak degan maqsad bo'lsa. Butun shaharga bir ta'lim berishim kerak degan, butun dunyoga yayilsin biz gapirayotgan haqiqat degan maqsadni nima qilish kerak? Oliyroq qo'yishlik kerak. Chunki Iblis o'zi kichkina rezultatga nima qilmayapti? Ko'nmayapti. Tushuntira olyapman, birodarlar? Shuning uchun shu namozga yetadigan Qur'onni yodlab olsam bo'ldi. O'zimni shu namozimga, ro'zamga, zakotimga yetali fiqh o'rgan bo'lsam bo'ldi deb turib, oldiylarga qarishni kichkina qilmaylar ukalar. Bir 100 metrni mo'ljallab otingda. Yetmasa bir 50 metrga tushadi. Tushunarlimi? Maqsadni ukalar, maqsadni oliyroq qo'yaylik. O'tgan darsimizda ham aytdim. Men falonchini borasiman deb faxrlanmang. Shunday ish qilingki, otangiz sizni atingizni aytib turib, men falonchini otasiman deb faxrlansin. Iblisni 7-xulosamiz, iblisni musulmon bo'lgan odamlarga va musulmon bo'lgan jinlarga adovat qattiq bo'ladi. Hadisda aytilganidek, ana shu er-xotinning o'rtasini buzib qo'ygan askar kelganda uni boshqalardan o'ziga yaqinroq qildi. Fasodni tarqatayotgan odamlar 8-dan. 8-dan yer yuzida fasodni tarqatayotgan odamlar ham qiylanadi. Buzuqchilik fikrlarni yo'yayotgan odamlar ham mashaqqat chekadi, ammo shu mashaqqatlarni chekishlikka sabr qiladi. Buzuq e'tiqodini olib chiqishlik uchun. Endi siz bilan biz to'g'ri e'tiqodda bo'lgan odamlar bu iymonni, e'tiqodni tarqatishlikda nimaga mashaqqatga sabr qilmaslik kerak? Agar sizlar mashaqqat chekkan bo'lsanglar, o mushuklar ham mashaqqat chekyapti. Sizlardaqa qiylanyapti, ammo sizlar ular orzu qilmayotgan jannatni orzu qilyapsizlar deydi. Qiyin. Iblis er-xotin o'rtasini buzishlikka haris bo'ladi. Chunki er-xotin o'rtasi buzilsa, juda ko'p fasod ishlar yoyiladi. Birinchidan zino yoyiladi agar er-xotin bir-biridan qanoatlanmasa. Er-xotin o'rtasida intifochilik bo'lmasa, fahsh ko'payadi. Odam tug'ilishi ozayadi, musulmon zurriyat ozayadi. Tushuninglar. Er-xotinda urushda bu kichkina narsa emas bu. Buni orqasidan ko'payib ketadi muammolar. Shuning uchun iblis er-xotinning o'rtasini buzib qo'ygan o'zini askarini boshqalardan ko'ra yaqinroq qildi. Payg'ambarimiz aytganlar, qizi borlarga, agar sizlarning oldingizga, sizlarning uylarga uning dinidan va xulqidan siz rozi bo'lgan kishi sovchi bo'lib kelsa, bas qizlaringlarni nikohlab beringlar. Agar shunday qilmasanglar, fitna va yerda katta fasod bo'ladi. Qizingizga xabar bo'lib keldi, dinidan rozisiz, yaxshi dindor odam. Axloqi ham joyida.
Qarang, cho'ntagiga qaranglar demayapti. Agar fuqaro bo'lsa deydi Alloh, o'zini fazli bilan uylangandan keyin ularni boy qilib qo'yadi deydi. Diniga qaranglar, axloqiga qaranglar, ta'lim tarbiyasiga. Shunday odam kelsa, sizni rozi qiladigan qizinglarni nikohlab beringlar deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda inna iblisa qad ya'isa an ya'budahu al-musallun walakin fi tahrish min baynahum. Iblis namozxonlar unga ibodat qilishlaridan noumid bo'ldi. Namoz o'qiyotgan odam shaytonga ibodat qilmasligi aniq. Ammo ana shu musulmonlar o'rtasida gina kudurat, nizolarga iblis rozi bo'laverdi. Namozxonlar ibodat qilmaydi iblisga, bu aniq. Ammo o'zaro gina kuduratlar bo'ladi, shayton mana shu narsa bilan quvonadi. Bilasizlarmi? Fisq fasod tarqatishlikda tajribasi eng katta va ko'p bo'lgan kim? Kimning tajribasi katta va ko'p fasod tarqatishlikda? Nimaga? Ha, yashang. Odam alayhisalom yaranmay turib boradi iblis. O'sha iblis ham tirik. Odam alayhisalomdan beri necha ming yil o'tib kelgan bo'lsa, hali ham tirik u. Shuncha ming yillik tajribasi bor. Demak, o'zini rejalarini, planlarini, hiylalarini, tuzoqlarini yeyishlikda iblis nihoyatda tajribali. Allohning fazli bilan yuribmiz akalar to'g'ri yo'lda. Agar Alloh saqlab bermasa, shaytonning fitnasiga, makrga tushib qolishi oddiy narsa. Qala robbi fanzilni ila yawmi yub'asun. Iblis Odam alayhisalomga sajda qilishdan bosh tortdi. Kofir bo'ldi, la'nati bo'ldi. Allohdan so'radi: "Parvardigor, qiyomat kunigacha meni o'ldirmay tur. Agar shu o'lmaslik xatini olmaganida o'lardi ya boshqa jinlarga o'xshab." Qala fa innaka minal munzirin ila yawmil vaqtil ma'lum. Alloh aytdi, ma'lum vaqtgacha, qiyomatgacha sen o'lmaydiganlardansan dedi. O'lmaslik xatini olgandan keyin mana shu odamni deb turib, seni dargohingdan qo'ldimmi, uni va zurriyotlarini fitnaga uchrataman dedi. Eng katta tajribasiga egasi kim ekan fasodda? Iblis. U o'zini mana shu ishini, fasodni tarqatishlikda charchamaydi, malollanmaydi. Biz charchab ketamiz. Ozgina dam olib oling. Iblis to'xtamaydi. Shumoni men mehnatkash jonivor? Yo'q, iblis. Shumoli qishda dam oladi. Iblis qishda ham dam olmaydi. Uxlaganingizda ham dam olmaydi. Shu yuziga kirib chiqadi bu narsalar. Shuning uchun shayton aytdi: "Inna shaytona qala va izzatika va jalalik la abrahu aghwi ibadaka ma damat arwahum fi ajsadihim." Alloh taologa iblis aytdi: "Buyukliging va sharafingga qasam, modomiki ruhi tanasida ekanmi, men bularni ig'voga solishdan to'xtamayman." Alloh taolo aytdi: "Va izzati va jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni." Izzatim va buyukligimga qasam, ular mendan istig'for so'rar ekanmi, men kechirib yuboraman ularni. Allohning fazli bo'ldi. Shayton bosbasa qilishdan to'xtamaydi. Biz istig'for etsak, Alloh kechirishidan to'xtamaydi. Hadis darsimizni Oysha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis bilan tugatamiz. Kunlardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizni xonasidan kechqurun chiqib ketdi tashqariga. Kechqurun chiqib ketdi. Oysha onamiz aytadi, rashqim qo'zib ketdi deydi. Chunki payg'ambarimizning boshqa ayollari ham bo'lgan. Bir qancha vaqtdan keyin qaytib keldi, meni qilib o'tirgan ishimni ko'rdi deydi. Ya'ni jahli chiqqanidan, norozi bo'lganidan, rashq kelgandan shu uni bu narsani ontarib o'rgan bo'lsa kerak-da. Chunki Oysha onamiz yosh bo'lgan. Juda yosh bo'lgan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aqad ja'aki shaytonuki, shaytoningiz kelib qoldimi dedi. Hali jining qo'zib qoldimi dedi-yu. Har bitta odamni ichida jindan bo'lgan bitta, farishtadan bo'lgan bitta do'sti bor. Sahih Muslimda keltirilgan hadis. Bitta jindan bo'lgan do'sti bor, shaytonlardan, bitta farishtadan bo'lgan do'sti bor. Bu qoladi-yu ba'zida. Nima qilsam ekan desa, ikki xil maslahat bo'lib qoladi. Manga tortadi, yaq deydi.
Ikkinchi safar ham xuddi degansan, sol deydi. Yo bo'lmasam tortib ol deydi. Ya unaqa qilma, birodaring, erta yuz ko'rishing bor deydi. Shunda bilasizmi? Yomon qiynalib ketasiz. U ham o'zingizniki. Bu ham shayton esga qoldimi dedi payg'ambarimiz. Oshonamiz, men bilan shayton bormi hali dedi. Payg'ambarimiz ha dedi. Ya Rasululloh, har bitta odamda bormi bu shayton? Har bitta odamda bor. Siz bilan bormi shayton? Payg'ambarimiz aytdilar, ha, lekin Robbim uni yengishimga menga yordam berdi. U musulmon bo'ldi dedi. Rasulullohga buyurilgan shayton Allohning fazli bilan mag'lub qilindi va payg'ambarimiz faqat yaxshilikka buyurdi.